Assalomu alaykum qadrdonlar. Konditsioner zapravka bo'yicha Malibu mashinamiz kelgan. Bu mashinamizda oldidan udor bo'lganda freonlar chiqib ketgan. Hozir polni tekshirib zapravkalarni qilib beramiz. Baholasa ishlashlarini ko'rsatamiz. Yana foydali ma'lumot, konditsioner zapravka qilishdan avval birinchi tekshiriladi. Mana 12 davlini havo berib qo'yilgan. Pechkasi bormi, yo'qmi? Kompressor ishlaydimi, ishlamaydimi? Holat qanaqa? Shu holatlar polni 100% tekshirilgandan keyin polni zapravka qilinadi. Xudo xolasa undan keyin cho'tka qilib muzlatib beradi. Xudo xolasa zapravka ishlarimiz ham bitdi. Buyoqlar ham standart holatda. 400 gram ketdi. Zapravkamizni ishlashlarini ko'rib qo'yamiz. Xudo xolasa cho'tki sovutyapti. Gradusimiz 8 gradusga tushdi. Xudo xolasa yana ham tushadi. Kimga konditsioner xizmati kerak bo'lsa, xudo xolasa ayta olasizlar. Ishlar chiroyli, sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.